Oshapa bir vaqtlar bittasi menga nima degan bilasizmi? Shu joylarni tarix haqida so'raganda men biz internetdan o'qiganku biz bu yoqlarni. Kelishda umuman hayolimizga ham keltirmaganmiz. Biz madaniy meros bo'yicha o'qiganman. Men o'zim turizm bo'yicha. Lekin men bu joylarga kelaman deb umuman o'ylamaganman. O'shanda bittasi menga nima degan? Sen puling yo'q, kela olmaysan, senga emas, sen nima qilasan internetdan o'rganib deganda. Aynan shu sohada ustoz inson aytgan shu gapni. Agar o'sha inson meni ko'rayotgan bo'lsa, Alloh nasib qilgan bo'lsa, Allohning aytgan, degani degan, bandasiniki bekor hammasi. Shunday. O'shanda rosa xafa bo'lganman-da. O'shanda rosa xafa bo'lganman-da, chunki biz joylarga yetib kelish nasib qilgan ekan, alhamdulillah. Yetkazganiga shukr. Shunda men hali student edim, endi bitirdim, hali bilmaymiz degan bo'lsam ham Ustoz aytgan ekan. bittasi aytganda aytolmayman nomini. Hozir katta lavozimda ishlaydi. No, yoshlarning kelajagi unaqa to'sish kerak bo'lmagan, chunki mana alhamdulillah biz shunaqa joylarni ko'rib Mash teatr bo'yicha men slayd qilganman, ya'ni darsda imtihon topshirganman shu teatr bo'yicha o'sha. O'shanda berilib xuddi kelganga o'xshab gapirganman-da.